alaykum, qadrli kuzatuvchilarimiz. Hozirda sizlarga hozir 500 kilolik yem meshalkamizni obzor qilib beramiz. Hozir bu Toshkent Piskentga sotildi. Jo'nalishdan oldin mana tekshiryapmiz, ishlatib. Bunda qo'yga yem tayyorlayapmiz. Silos, somon, makkapaya, yantaq, har xil xashab cho'ylari bor. Hozir siloslar savoldik. Mana endi somonlar yig'ishtirib solyapmiz. Mana yerda paketi bor ekan, olib tashing. Hozir xashaylar top bo'lib, ikkalasi yetilgandan keyin yemlarimizni solamiz. Ideal agrar jamoasida ulug'bek aka aytishardi, molni oshqozoni xom narsaga moslashgan deb aytishardi. Shu bo'yicha internetda rolik ko'rib qoldim, hozir videoga shu rolikni qo'yib ketaman, ko'rasizlar. G'aybi? Srochna so'yib olmasa bo'lmaydimi? Harom olib qolish mumkin. Unaqa dema jo'ra. Qizimni to'yga niyat qilib boqayotgandim. Nafas olishini qara. Nima berdilaring o'zi bunga? Nima beruvding molga, xotin? Har doimgidek atala. Molga ham pishirilgan ovqat beradimi? Oshqozonni dabdala qilsizlar-ku. Bunaqada qanaqa kovush qaytarsin jonivor? Ey, jo'ra, hamma qiyin ish qildim-da. Issiq shashli ham berib o'rmabsan-da. Men ham shunga hayronman-da, doktor. Oy, tayyorkamlik ko'rib turganda, ular nimaga o'zlarini qiynashadi? Unutmang, qora molning oshqozon tizimi 4 qismdan iborat bo'lib, pishirilgan yemishga mutlaqo yaroqsizdir. Chorva G'aybi? Qurib qoldi, shunga mana 10 litr suv quyib yuboryapmiz. Ekan, yoyib quyib yuboramiz. Somonimiz ko'payib ketib qoldi bu safar. Changicha ham qo'yadi. Biz endi qo'y boqqanimiz uchun qo'yga quruqroq beramiz. Nimagaki biz 10-15 kun turadi bu yem. Bitta tayyorlab qo'yamiz, ko'proq turadi. Shuning uchun suvda qo'shmaymiz. Va asli o'zi qo'shib berish kerak. Ikkinchi paqirda suv mana. Somonimiz qancha ko'p bo'lgani uchun silosdan quruq bo'lib qoldi. Kepa yopish uchun yaxshiroq namlaymiz. Kepa sovoryapmizmi? Ket. E'tiborlarga qarshisidagi apparat 500 kilolik yem meshalkamiz bo'ladi. 200 gina voltga ham ishlaydi, 380 ga ham ishlaydi. Bu hozir ishlab turgan 380 ga ishlayapti. 5,5 kilovat, 1,5 оборотli motor, reduktor. Ishlash jarayoni. Hozir bu yerda kamroq yem soldik. Buni ustiga yana yem solsa bo'ladi yana. Shalay bizda ham o'zi buni ham uyda qo'ylar 10 kun yeydi buni yemini. Shunchalik uvol bo'lmasligi uchun kamroq soldik. O'zi asli bundan ko'p yem soladi, pashta shuncha yana oladi. Hop, manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Qo'qon shahar Elobod ko'chasida seximiz. To'liq ma'lumot nimalar, yana nomerlar tashlab beramiz. Nomerlar yozib qo'yamiz video chetiga. Telefonni lokatsiyalar tashlab berib, bemalol topib kelaverasizlar. Ishlatib ko'rishga mana sharoitlar bor, yem xashaylar bor. Bemalol kelib ko'rib, ishlatib ko'rib olishingiz mumkin. To'g'ri, qo'lingni qoqsa ham ketdi. Ozginamida ichida. Baliqlarga ham yoyib solish kerak-da bo'lmasa. Bunday yoyib solsangiz bu taraflar ham aralashadi. Va bu chekka solingan yem buni tarafga o'tmaydi o'rtadan.
Ba'dagi chaqpalik o'rtaga tortadi, ba'dagi chaqpalik o'rtaga tortadi. Baqa solaversa o'rtaga to'planaveradi, bu tarafga o'tmay qoladi. Shuning uchun baqa ham baravar solish kerak. Tushundingizmi? Mana akalar ichida yemlar aralashib qoladi. Mana yem tayyor, dorisi ketdi mana sharshara. Nega sharsharashi mana shu. Tillar ham aka sevib qolyapti, ko'pchilik nimasiga hayajon bor. Hop, hozir endi qo'shilgan masalliq sho'rxalarimiz yo'q bo'lyapti-da. Shoshilinchda video qilganimiz uchun albatta kepayda o'zi qo'shildi yemdan. Yem ko'rasiz. Qaysi burchugini olib tomosha qilamiz mana yaxshilab. Kepay hamma somonlarga yopishgan mana. Mana bu burchakda yana olib ko'raylik. Mana kepaylar har bitta somonlarga yopishib turibdi. Xudo xolasa bundan yem qidirib topmaydi. Piskilab naqametda buni yeyishni o'ylaydi xolos hayvon. Faqat yeyishni o'ylaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.